Mana 2-3 yil bo'lmay chirib ketdi-da. Hozir hamma moda bo'layotgan uyga pol qismiga, tom qismiga pena-beton qildiryapti. Nimaga? Biz mana hozir qishda ko'mir yoqsa issiqlik qaqatishib ketganini bilmayapmiz. Yozda salqin bo'lmayapti, qishda issiq bo'lmayapti. O'shunga pena-beton o'zida issiqlik ham o'shab bo'lar ekan, ham salqin bo'lar ekan. Narxlari haqida ko'pchilikga bitta ma'lumot bering. Narxlari O'zbekiston bo'ylab 55 mingdan. 55 mingdan. Vodiyga. Vohaga chiqadigan bo'lsak, kelishiladi. Kvadrati 55 ming so'm. Stejga rasxod ko'proq ketadi-da, sement, qum, mana shunaqa narsalar ko'p ketadi. Tomniki 45 mingdan kvadrati. Uni ham uni rasxod ozroqligi uchun 45 mingdan qilyapmiz. Buni afzallik jihatlari o'zi aytib o'tgandek, yog'och polga nisbatan ham pishiq, puxta, bemalol yukni ko'taraveradi. Qurigandan keyin ustiga bitta gilam tashlab yashasa ham bo'lar ekan, to'g'rimi? Lak qil, krasiya qil deyish kerak yo'q. Qalinligi qancha bo'ladi? Mana so'z isboti bilan o'lchab kelaman. Bu qalinligi 8-10 bo'ladi stejkaniga. 13 shunaqa joylari ham bor. Har xil. Mana qaranglar. Akalarimiz o'zlarining bunaqa maxsus apparatlari bor ekan, lazerda mana. O'zlari tekisligini inobatga olib o'lchashar ekan. Buni qaranglar mana. Mana 12 sm qalinlikda quyilyapti polga. Siz bozorga borib sement ol, boshqa material ol deyishingiz kerak yo'q. Akalarimiz o'zi xonadoningizga apparati bilan, semeni bilan kelishadi. Xuddi shunaqa servis ko'rsatib berishadi. Tekizligi umuman gap bo'lishi mumkin emas. Uyda egasan faqatgina suv bilan to'k talab qilinadi xolos. Siz ham xonadoningiz pol bo'lgan bo'lsa yoki tomingiz ustiga loy bosib qo'ygan bo'lsa, loyni ustidan ham pena-beton qildirsa bo'ladi. Bemalol ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. O'zimizni paxtakorlik akalarimiz xonadonlaringga borib xuddi shunaqa xizmat ko'rsatishadi. Bemalol hozirgi kunda moda bo'layotgan pena-betondan qildiringlar. Eng asosiysi hamyonbop, qishda issiq, yozda salqin. O'sha videoni xonadonini pena-beton qildirmoqchi bo'lgan, tom qismini, pol qismini nima qilayotgan deb o'ylab yurgan va polga nisbatan arzon tushadigan pena-beton qila oladigan usta izlab yurgan tanish bilishlarga jo'natib qo'yishni unutmanglar.